Qarang, tizza bo'g'imlaridagi og'riqlar, tos bo'g'imlaridagi og'riqlar, umurtqa pog'onasidagi og'riqlar. Bu bo'g'imlarning asosiy vazifasi tanani ko'tarib yurishdan tashqari amortizatsiya vazifasini bajaradi. Rus tilida демпфирование суставов deyiladi. Ya'ni tanani butun kuchi yerga nisbatan qarshiligini bo'layotgan zarbani tana bo'ylab yoyib beradi. Mana shu amortizatsiya funksiyasini pasayishi qarshilikka oshirib, bo'g'imdagi kuchi, zarbani kuchini oshirib, og'riqqa kuchaytirib beradi. Tizza bo'g'imida, tos bo'g'imida va poзвоночникda. Endi juda ham uy sharoitida oddiy, oson, tekin usulni o'rgatib qo'yaman. Bor yo'g'i 50 gram oq kunjutni olasiz, mana shu blenderga solasiz, unga 200 ml ichimlik suvini solasiz, bir choy qoshiq asal solib, yaxshilab blenderlab, uni bitta stakanga solib, kechqurun 1 oy ichadigan bo'lsangiz, organizmda kalsiyning miqdori ko'tarilib, bo'g'imlardagi amortizatsiya funksiyasi yaxshilanib, yosh bolalarda zona rostlalari yaxshilanib, qariyalarda bo'g'imlar, suyaklari yaxshilanadi va og'riqlar, ayniqsa og'riqlar kamayadi. Albatta, yaqinlarga tarqatib qo'yib, like bosib tarqatish esdan chiqmasin. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.